Assalomu alaykum, Xorazmli YouTube kanalimizga obunachilar, aziz do'stlar, bize bugün Şolkamatala geldik. 7 etajlı domlu 7. etajındayız dostlar. 2 kanalı kvartiramiz satıva çıktı. Hazır sizler bilen birgelikte görüp danışıp çıkamız. Aziz dostlar, ekranda mülk egesinin nomerini koyamız. Özleriniz telefonlaşıp, savdalaşıp alaverasizlar. Narxam zor narxlardayız dostlar. Bemalol alıp kasasızda bo'ladi. Variantlarımız var. Eğer de sizler elden 300 milyonunu berip, kalganını kreditini devam kıldıraman deseyizler, variantları var. Bemalol aziz dostlar, perafamliyine kılıp özünüzden adınıza ötkezi basanızlar ham bo'ladi. Endi onu mülk egesi bilen gepleşip, savdalaşıp alaverasizlar. Dokumentinden muammo yok. Hech qanday muammosi yo'q. Xudo xolasa bemalol savdolaşib olsangiz bo'ladi. Lokatsiyasini bilasizlar, dimzo'r lokatsiyada joylashgan. Aziz do'stlar, Olimpiya stadioni, Darital, Urdu'gam yaqin birimiz aziz do'stlar, dimzo'r. Bu yerda bilasizlar, agarda olib turib ijaraga berib qo'yaman desangizlar ham shunday bemalol zo'r mahalladan birsiz do'stlar. Shuning uchun ko'rasizlar, ekranda nomerlarni qo'yamiz. Endi sizlar bilan ichki qismidan ko'rib danishib chiqamiz. Bizning xonadonimiz shu yerda bo'ladi. Bemalol bo'lmina ilik kilitli, как положение do'stlar, shirkat hamma o'zlari zo'r ishlatib turibdi. O'zini ina parkovkalarni ega yurib turganlaringiz, besetkalarni ega bo'ladi. Xudo xolasa, hazzab o'ynab kulib yashaydigan xonadonlardan birisi. Esa biz endi ichki qismidan ko'rib danishib chiqamiz. Ketdik. Aziz do'stlar, liftdan chiqqandan doğrumuzdagi xonadon bo'ladi. Podyezdlarimizdan ko'rib do'stlar, akkuratni, chiroyli bo'lib turibdi. Eshiklarimiz ham shunday demir eshiklardan qo'yilgan. Aziz do'stlar, qaranglar, endi sizlarga uyimizni tanishtiramiz. Giraverish koridorimiz, chap tarafda zal, doğrumuzda bir spalni, keyin aziz do'stlar, kuxnyasi, hojatxonasi, yuvishxonasi alohida bo'ladi. Birinchi chetdan uyni tanishtirib boraveramiz. Birimiz koridor aziz do'stlar. Bemalol katta tushgan birimiz ham bemalol libera shkaflarni qo'ysangizlar, hamma vajiy shu yerda joylashib turaveradi. Tak, domofonlari qo'yilgan, avtomatikasi shu yerga yana aziz do'stlar, eshiklarimiz ham akkuratni chiroyli bo'lib turibdi. Bu yon tarafda mana registrlarimiz qo'yilgan ekan. Dimbir zo'r. Keyin zaldan boshlaymiz. Zalimizni qaranglar. Ajoyib katta tushgan, xudo xolasa, hazzab o'ynab kulib yashaydigan xonadonlardan birisi bo'ladi. Pastlarimiz hammallari laminat pol. Zo'r, ajoyib bundan qo'yilgan ekan. Katta panoramli aynalarimiz qo'yilgan. Registrlarimiz bor. Podokонниклар hamma o'zlari tayyor bo'ladi, aziz do'stlar. Shuningdek katta zal. Qaranglar, xudo xolasa, hazzatib o'ynab kulib yashaydigan xonadonlardan birisi bo'ladi. Tak, bu yon tarafimizda yurib turganlaringizning shunday spalni. Spalni mebellaringiz polni xudo xolasa siqib turadi. Yurib turganlaringizning rozetka joylarimiz bor. Hamma o'zlari tayyor turibdi. Registrlarimiz bor. Katta oynalar qo'yilgan aziz do'stlar. Bir chiroyli bo'lib turibdi. Tak, endi keyingi xonalarni ko'rsatamiz. To'g'rimizda yuvishxonasi, mana qaranglar, kafellardan chiqib chiroyli bo'lib turibdi. Sushilka hamma o'zlari bor. Bu yerda yana kir mashina uchun joylar ham qoldirilgan. Bemalol hamma o'zi sig'ib turadi. Tak, bu yon tarafimizda hojatxonasi akkuratni, chiroyli kafellardan chiqib ajoyib bo'lib turibdi. Suv, gaz, svetdan muammo yo'q. Bu yonimizda aziz do'stlar, ko'rib turganlaringizning kuxnyasi bo'ladi. Kuxnyasi ham keng qolgan aziz do'stlar. Ustali kursilar ham hamma o'zlari qoladi. Masalan, shu yerda o'tirib kuningizni o'tkazsangizlar ham bo'ladi. Choy ichib, xudo xolasa. Umumiy joylarimiz bu yerda. Polni mebellardan tayyor bo'lib turibdi. Mebellar ham gaz plitalarimiz bor aziz do'stlar. Ajoyib bundan qo'yilgan. Ko'rib turganlaringizning vitishkalari, dokumentarli kotyollarimiz bor. Asosiysi uyimizda gazi, sveti, suvidan muammo yo'q bo'ladi aziz do'stlar. Bu yon tarafimizda yana sizlarga atmosferasini ko'rsatamiz, qaranglar. Yana dimbir zo'r, katta yo'lning ustidan ham yaqin bo'ladi aziz do'stlar. Olimpiya stadioni. Mana qaranglar. Lokatsiyasini umuman gap yo'q. Doğrumizda yana Şolkamatal, Selarakda Urdu bo'ladi aziz do'stlar. Darital ham yaqin tochkada joylashgan bo'ladi. Bizning bu 2 xonali kvartiramiz. Aziz do'stlar, umumiy maydoni 56 metr kvadratda joylashgan bo'ladi. Dokument hamma hujjatlari tayyor bo'ladi. To'g'ri notariusda adingizga o'tadi. Xohlasangizlar variantlari bor. 300 milyon eldinden to'lov qilib kreditini davom qildirsangizlar bo'ladi ekan, hech qanday muammosi yo'q. Yo'q, menga to'liq adımı o'tkazib beringlar desangizlar, narxi 450 millionda turibdi. Pullaringiz naqd bo'ladigan bo'lsa, ustunda kelishib, savdolashib olsangizlar bo'ladi. Bizning bu xonadonimizni olib qolsangizlar zo'r variantingiz do'stlar. Ekranda mülk egasini nomerini qo'yamiz, bemalol telefonlashib, savdolashib olaverasizlar. Yana bir narsa aytamiz. Agarda siz ham uyingizni, joyingizni sotish niyatida yurgan bo'lsangizlar, bizlarga bemalol
murojaat qilaverasizlar, biza bilan uy joyingizni tezroq sotasizlar.